Hozirda beton uchun qo'llaniladigan standartlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bunda biz MDH davlatlari, xususan O'zbekistonda qanday standartlardan foydalaniladi va bundan tashqari Yevropada qanday standartlardan foydalaniladi. Birinchisi, ko'rib turganingizdek, 26633 bu og'ir beton va mayda zarrali betonlar uchun umumiy texnik talablari qo'yilgan standart. Keyingi standartimiz 25192. Bu betonning sinflanishi, turlanishiga ko'ra va unga qo'yilgan texnik talablar bor bu standartda. Uchinchisi 7473. Beton qorishmalari uchun, ya'ni suyuq holatidagi, betonning suyuq holatidagi texnik talablari. To'rtinchisi 18105. Bu beton mustahkamligini baholash uchun qo'llaniladigan standart. Va beshinchisi bu 31384. Bu agressiv muhitlarda beton konstruksiyalarini korroziyadan himoyalash uchun qo'yilgan texnik talablar standarti. Keyingi ko'rib turganingiz EN 206-1 standarti. Bu Yevropa standarti bo'lib, beton uchun umumiy jamlangan bir standart. Ya'ni GOS standartlarida mana bir qancha qismga bo'lingan texnik talablar, Yevropa standartlarida esa, ya'ni suyuq beton uchun ham betonni mustahkamligini baholash uchun qo'yiladigan texnik talablar umumiy shu standartda berilgan. Aslida to'g'ri, Yevropa standartlarida ham, GOS standartlarida ham orasidagi bir-birida sinov metodlarida farq qilishi mumkin yoki hisob-kitob formulalarida farq qilishi mumkin. Lekin ikkalasi ham aslida o'zi negizi bitta, ya'ni bitta natijaga olib chiqadi. Agarda ushbu ma'lumotlar sizga qiziqarli bo'lsa yokida shu standartlarga asosan qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol o'z savollaringizni qoldirishingiz mumkin va biz albatta bu savollaringizga javob qaytaramiz.